Yurakni hijrondan sog'inch asrasin. İnsonni shaytondan iymon asrasin. Kipriklar ko'zlarni asragan kabi Allohim sizlarni shunday asrasin. Avvalambor assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum. Mana shu bugun Qalqonovlar oilasida To'xtamurodjon akamiz, Menxonxon onamiz xonadonida bugun katta to'y tantana ekan. Bu tantananing asl sababchilari davramizning shohu malikalari kuyovimiz Nusratullojon, kelinimiz Sevinchxon, men beykala yoshga o'zim nomimdan va qolaversa mana shu davradagi ota-onalarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz nomidan va Moskva shahridan Nusratullojonda otasi To'xtamurodjon akamiz ba'zi bir sabablarga ko'ra qatnasha olmayapti. O akamiz nomidan alangali baxt tilayman. Baxtli bo'lingizlar, bir umr saodatga erishib, ser farzand bo'lib yashashlaringizni To'xtamurodjon akamiz so'rab qoladi. Va mana shu oqshomimizni, go'zal oqshomimizni bir umrga esdalik qoldirish maqsadida kelgan Ma'rufjon studiyasi yigitlari nomidan, o'rning badiiy rahbari Bo'riboyjon akamiz nomidan alangali baxt tilayman. Baxtli bo'lingizlar. Va mana shu davramizni go'zal oqshomimizga tashrif buyurgan, Jayhon nohiyasidan tashrif buyurgan Jayhon guruhi yigitlari nomidan va Shodlikjon Jummayev nomidan alangali baxt tilayman. Baxtli bo'lingizlar. Aziz kelin kuyovlarimiz, orzularingiz hech qachon armon bo'lmasin. Qalbingiz hech qachon g'amga to'lmasin. Shunday yashangizlar yorug' dunyoda, sizlardan da baxtliroq inson bo'lmasin. Aziz kelin kuyovlarimiz, bir umrga baxtli bo'lingizlar. Azizlar, mana shu davramizni, go'zal oqshomimizni ochiq deya e'lon qilamiz va barcha mehmon va mezmonlarimizni raqsga taklif qilamiz. Marhamat aziz kelin kuyovlarimiz, o'z joylaringizga o'tirib, oldlaringizga qo'ygan nozik ne'matdan, taomlar sultoni bo'lgan nonga marhamat qilishlaringizni so'rab qolamiz va azizlar, mana shu davramizni ochiq deya e'lon qilamiz. Azizlar, shu davramizni biz endi mana shu diktorlik sohasini to'xtatmoqchimiz. Bu yoqqa Ma'rufjon ukamiz davom etkazadi. Nusratjon, ruxsat bersang, bu yoqqa Ma'rufjon xudo xolasa yaxshi qilib to'yingni chiroyli qilib o'tkazib beradi. Hozir esa sizlar uchun Jayhon nohiyasidan tashrif buyurgan Shodlikjon Jummayevga berib, Jilikul nohiyasidan tashrif buyurgan Shodlik Jummayevga berib barchalaringizni go'zal raqsga taklif qilamiz. Marhamat azizlar. Marhamat. Onam oymom emasmi, chiroylisan darosdi, husningni ko'ksim osti, yurak ko'tarmaydi-da. Soching tarashlaringni, qincha qarashlaringni, jon deb atashlaringni, yurak ko'tarmaydi-da. Kutayapman ko'zim to'q, bayram qilay kesib to'q, hajring 350 volt, yurak ko'tarmaydi-da. Kebranasan oqqushdek, yonasan til otishday, qadastir yoqmushday, yurak ko'tarmaydi-da. Sevgilim, oh meni sevgilim, o'zing meni shokoladdan chiqqan sevgilim. Anna. Sevgilim, oh meni sevgilim, o'zing meni shokoladdan chiqqan sevgilim. Anna. Jonimga yaqinlashsang yonimga, yurak ko'tarmaydi-da. Ko'zlar turar pirpirab, jayranlab ketgan silab, ko'raverman chimchilab, yurak ko'tarmaydi-da. Labing bilan payvandman, tarkib xo'roz qadman, bunday shirin dardni yurak ko'tarmaydi-da. Soching o'ynar belingdan, deysan har kun kelingdan, bormay desam yeningdan, yurak ko'tarmaydi-da. Sevgilim, oh meni sevgilim, o'zing meni shokoladdan chiqqan sevgilim. Anna. Sevgilim, oh meni sevgilim, o'zing meni shokoladdan chiqqan sevgilim. Anna.
sevgilim 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 bak meni sevgilim Ko'zing meni shokoladdan chiqqan sevgilim Ko'zing meni shokoladdan chiqqan sevgilim